Men parhezdaman, menga dimlangan, qovurilmagan taomlar kerak deydiganlar uchun bugun taom tayyorlaymiz. Retsept yoqsa, like bosib yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Piyozni katta-katta qilib yumaloq shaklda to'g'rab olamiz. Bulg'or qalampirini ham xuddi shunday qilib to'g'rab, tovuqni idishga solamiz. Tuz, paprika, kashnit solamiz, yog' solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tovuqlarimiz tayyor. Yuvilgan toza bonkani ustiga piyoz, gurunch, bulg'or qalampiri va xohishga ko'ra chesnok solamiz. Tayyorlab marinovka qilingan tovuqlarni ham birin-ketin bonkaga joylab chiqamiz. Alohida idishga 1 litr suvga 1 osh qoshiq rolton pripravasidan solib, bulyon tayyorlab olamiz. Tayyor bulyonni bonkalarga solib to'ldirib chiqamiz. Ustini folga bilan yopib, 180 gradusda 50 daqiqa pishiramiz. Gurunch yumshoqqina, tovuqni-ku gapirmasa ham bo'ladi, og'zingizda eriydi. Shunaqa mazali, yumshoqqina taom tayyor bo'ldi. Siz ham bu taomni albatta tayyorlab ko'ring va videoni yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Agar ishtahangiz ochilgan bo'lsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.